yana bir qiziq hodisa, esinglarda bo'lsa, kechama oldingi kuni hech kim tanimaydigan, deyarli Instagramda hech kim tanimaydigan bir bolani nomini aytdim men. Kim edi? Abdurahimmi, Abdulloh Rahimovmi degan profil. Haqiqatda unaqa tanilgan odam emas. Nima uchun gapirdim? Do'st bo'lib yurgan, yonimizda do'stdek yurgan odamlarning ham ichki dunyosida boshqa narsa borligini, ularni ham ya'ni qalbida o'ta botqoqqa o'xshagan narsa saqlanib, sasib o'tirganligini ko'rganim uchun meni tanigan, meni bilgan odamlarga ishora qilib aytdim. Vaholanki bu gapni gapirishga ehtiyoj yo'q. Mana siz tanimaysiz uni. Sizga ham qizig'i yo'q, menga ham hech kimga qizig'i yo'q. Oilasiga qiziq bo'lishi mumkin, o'zi bilan birga yurgan o'rtog'iga qiziq bo'lishi mumkin. Asli o'rtog'iga ham qiziq emas. Nima uchun uni gapirdim? Men boshladimmi, misol uchun? Ana Abror Muxtor Ali o'zini yaqin komandasini ham so'kdi, haqorat qildi deyishyapti. Haqorat qilmadim. Sharafsiz, sharlatan, shaloq, tashlandiq odam ekanligini ko'rdim. Va buni ko'rib to sabr qilib bir marta shalog'ini oqizdi, indamadim. Bir marta yana o'sha haligi gemoroylarga qo'shilib oladimi, dayuslarga qo'shilib oladimi, izohlarda o'zidan dunyoning eng birinchi nomerli aqllisi qilib haqoratomuz postlarni yozadi, izohlarni. Bir ko'z yumdim, ikki ko'z yumdim, eng kamida 10 yoki 15 marta ko'z yumdim, eng kamida. Keyin hatto uni yonida yurgan eng yaqin o'rtog'iga yozdim. Tinchlikmi bu bolaga deb. Keyin bilsam uni o'rtog'i ham o'zi sasib qolgan ekan allaqachon. Sasigan olmani oldiga boshqa bir olmani qo'yib qo'ysangiz, bu ham sasiydi. Ikkalasi ham sasib bo'lgan ekan bular. Men sasigan olmadan sasigan olmaga shikoyat qilibman. U ham o'zini sassig'ini ko'rsatuvdi, tushunarli dedi. Gazdini bosinglar. Kimsizlar, ya'ni men kimman, sizlar kimsizlar? Men ham hech kim emasman, sizlar ham hech kim emassizlar. O'shaning uchun bu mavzuni tashqaridan ko'rgan odam, auditoriyamiz katta-ku bizni gaplarimizni eshitib ko'rib, ana Abror hech kim indamasa ham uni gapirdi deb o'ylaydi. Lekin bizni o'sha tor doiradagi, o'sha tanigan odamlarni doirasidagi odamlar biladiki, o'sha Abdulloh Rahimov degan sharafsiz balchiq birinchi bo'lib loy chaplashga o'tgan bola edi u. O'zicha endi mayli endi har bir odamni dunyo maqomi, oxirat maqomi o'zi bilan Allohning o'rtasidagi ish. Bizni bilmaymiz. Mendan afzal bo'lishi, Allohning huzurida juda maqomi baland bo'lishi mumkin. Lekin ular o'sha dayuslarga baribir qalbida moyilligi bo'lgan. Bir qadam qoladi deydi-ku jannatga. Bir qadam qoladi, keyin bir amalni qiladi, jahannamga ketadi degan hadisni ma'nosidan bir narsa oladigan bo'lsangiz, ba'zi odamlar ham shunaqa yoningizda do'stdek yuraveradi. Hatto joningizni fido qilib olishingizga bir qadam qoladi. O'sha paytda u o'zini xiyonatini ko'rsatadi, tupurib tashlaysiz. Shunga o'xshagan hodisa. O'sha bola Abdulloh Rahimmi, nomi Abdullohmi eslamayapman. Adashgan bo'lsam, bilib olasizlar. Birinchi tanishuvda menga lichkamga yozgan. Men siz bilan bahs qilmoqchiman. Siz bilan jang qilmoqchiman. Yo, jang emas, men bahs degan ma'noda. Bo'pti dedim. Kel dedim. Ko'rishamiz dedi. Xo'p dedim. Keldi keyin. Kelib aytdiki, shunaqa demasam dedi. Siz ko'rishmasligingiz men bilan, men sizni yaxshi ko'raman. Jonimni fido qilaman, undoq qilaman degan bola edi. Endi meni ular masalan hayotda ko'p ko'rgansizlar, kimgadir suyanib, meni kimdir yaxshi ko'rsa, meni yaxshi ko'rar ekan bu deb xursand bo'lib, shuni ustiga qanaqadir nimandir stavka qurmayman. Yaxshi ko'rsa, agar Alloh uchun yaxshi ko'rsa, qalbiga Alloh solgan muhabbat sababli Allohni yaxshi ko'raman men. Agar yomon ko'rsa, Alloh subhanahu va taoloning hikmati borki, meni yomon ko'ryapti deyman va unga qarayman. Solih inson bo'lsa, meni yomon ko'rsa, o'zimni isloh qilishim kerak deyman.
Bu mavzuni hammamizga ta'limoti aytilgan, sizga ham, menga ham bu tegishli. Selfilarni tushib, o'zini anaqalarida qo'yib, meni tek qilib rosa yurgan bular. Hatto bizkiga mehmonga kelishardi, qishloqqa, Karkidonga borsak. Biz Andijonga borganimizda futbol o'ynab, ularni uyga ham mehmonga borganmiz. Endi oddiy oila, nima ya'ni xayolga borasizki, shu odamlar dayuslarga qo'shilib olyapti. Dayuslar, galuboylar, haromilar, g'alati zinolar bor. Ijtimoiy tarmoqda ham bor, hayotda ham bor ular. O'shunaqangi alkash, g'alati zino, haromilar bir guruh bo'ladi o'zi. Ko'r-ko'ri qorong'ida topadi. Qarg'ani ko'zini cho'qimaydi. Ular bitta guruh bo'ladi. Ular har turli joyda bo'lsa ham bir-birini baribir topadi. Bir-birini baribir topadi. O'shanaqa ya'ni ichidagi o'sha birinchi menga qilgan o'ta beodobona yozgan. Ko'rishaylik, bahs qilaman degan. Mayli ko'rishaychi qanaqa? Ko'rishganimizda keyin tilyog'lamachilik qilgan. Lekin o'sha birinchi yozuvidagi botqoq haqiqiy bo'lgan demak. Ko'rishmoqchi bo'lgan, ko'rishib qarasa, kuchi yetmaydi yoki aqli yetmaydi, sekin munofiqlik qilgan bo'ladi-da, keyin orada payt poylab yurgan bo'ladi. Bu misolda do'stlar, shaxsiyatlarni ta'riflash ma'nosida aytmayapman. Bu misol sizni hayotingizda ham baxt va badbaxtlik tushunchasini tanlayotganingizda asqotadi. Atrofingizdagi do'stlaringiz sizni o'ta maqtasa, siz u maqtovga uchib, ko'p narsani suyanib qo'ymang. Bir guruh sizni yomon ko'rsa, yomon ko'rganligidan xavotirlanib qilayotgan yaxshiliklaringizni to'xtatib qo'ymang. Chunki sizni yaxshiliklaringizni ko'rolmaganlar ham negativ bildiradi. Hatto degan ba'zi salaflar, sen yaxshilikda farishtaga aylansang ham seni dushmaning bo'ladi, shayton. Shayton senga dushman bo'ladi. Farishtaga aylansangiz ham. Odamlarni rozi qilish g'oyatul la tudrak degan Imom Shofiy. Odamlarni hammasini rozi qilib bo'lmaydi, mumkin emas. Bu maqsadga yurgan odam shunday bir cho'qqini maqsad qilibdiki, unga chiqib bo'lmaydi. Chiqolmaydigan cho'qqini maqsad qilgan odam ahmoq odam. Odamlarning roziligi yo'q. Allohning roziligini o'ylash kerak. Allohning roziligini o'ylash kerak. Yuqorida mana shu oxirgi bir 3 oy, 4 oy bu yo atrofida ko'ryapsizlar, gemoroylar, pedofillar, Rossiyada 132-131 modda bilan rasman qamalgan haromi isqirt Bobchinskiylar bizga yangi bir guruh sifatida chiqib tashlanyapti. Tashlanishligini asosiy sababi o'sha gemoroyni ham mana Bobchinskiyga o'xshagan haromi onasini avratini reklama qiladiganlar ham bir joyda zino sahnasida qo'lga tushgan bir farroshning tarafini olib, unga qarshi gapirganim uchun menga qarshi bo'lib qolishdi. Hamma ko'rib turibdi uni. Xo'p, mantiqan aqliy salohiyati bor odamga savol. Butun boshli xalqni 99% shu mavzuni kuzatib yurgan aholini aldab, bizni urishdi, yechintirishdi, zino sahnasini yaratishdi deb hissiyotiga o'ynab, ichki ishlarga nisbatan ularni qayrab, taxminan 1 yil mobaynida taxminan odamlarni aldab kelgan jamoaga qarshi Abror Muxtor Ali chiqib nimaga gapirish kerak? Abror Muxtor Alini odamlar nazdida, ana shu bizga o'zidan muxolifat yasab olganlarni nazdida obro' kerak bo'ladigan bo'lsa, to'g'risini aytaman, men charchab ketdim obro'dan. Men sizlarga aytganman avvalan, men obro' menga kerak emas. Obro' juda og'ir narsa. Mana hozir Chorsu bozoriga tushsam, bozor qila olmayman men. Bozor qila olmayman. Birinchidan pul olmaydi aksariyat. Men pul olmasa bozor qila olmayman. Majburlab beraman. Tortisha olmayman. bu ham qiyin narsa. 1 million 200 minglik narsani 4 millionga olib qo'yaman.
selfie tushaman deydi, odamlarning ko'zida muhabbati bor, mehri bor. Vaqtingiz o'tib ketadi, yo'q desangiz kibr qilyapti deydi. Bu kibr emas u. Lekin mana shu kerak emas menga. Edi. Hozir ham shu. Agar shu kerak bo'lganda edi, shu holat menga kifoya edi o'zi. Yuraversam bo'lardi indamasdan. Kim nima desa ham ha bo'pti deb. Munofiqlikka o'xshab qolmaydimi? Shu xalqimiz mehr beryapti, shu xalqimiz ishonyapti, shu xalqimizning yoshlari tashakkur aytyapti, ota-onalar haqqimizga duo qilyapti. Farzandlarimiz mana shu suhbatlarni eshitgandan keyin qo'li qonga botishligidan qutuldi. Tashakkur sizga deyishyapti. Endi yana 4 ta 5 ta blogerlar chiqib olib, xalqni aldayapti. Butun boshli davlatning strukturalarini zaiflashtirishga harakat qilyapti. Farobiy haqida gapirganimda men bir narsani o'ylab, shuni fundamentida bu bor, bu nozik nuqta bu ekanligini bilganim uchun gapiryapman. Ha, ichki ishlarda o'z ishiga noloyiq bo'lgan son ming odam bo'lishi mumkin, lekin ichki ishlar bu baxtni bir nuqtasi u. Unga tegib bo'lmaydi. Jamiyatdagi baxtli davlat strukturasini buzib yuboradi u. Jon himoyasi, mol himoyasi, obro' himoyasi, nasab, nasl himoyasi, aql himoyasi, e'tiqod himoyasi. Bularning hammasini ichki ishlar tizimida himoyasi uchun mas'ul shaxsiyatlar bor, mas'ul strukturalar bor. Tegib bo'lmaydi unga. Mana bu 4 ta bloger dayuslar, ko'rdingiz, oilasini ahvolini ko'rdinglar hammasini. O'zlari chiqardi xalqni o'zi. Bittasi eri bor xotinni puliga uchib borib nikohlab olgan. Nikoh ham endi qanaqa nikoh bo'ladi u? Eri taloq qilmagan xotinni. Eri kevoli g'ishi bilan qoshiga urib, qoshini ikkiga bo'lib qo'ygan. Basharasiga tamg'a bilan turibdi. O'sha tamg'ani ko'rganda uni dayus deb o'qiladi. Qoshidagi yirtiqni yirtiq deyilmaydi, dayus deb o'qiladi. Dayus bu. Shu odamlar chiqib olib xalqni aldayapti. Siroj media ochiqcha aldagan, ochiqcha xalqni shunaqa aldagan. Men o'zimni shaxsiy tadqiqotimga ko'ra muxoliflarni ichimizdagi dumini vazifasini qilib bergan. O'shaning uchun muxoliflar Sirojiddin bizdan deb ana namoz normo'minlar chiqib olib sotib qo'ydi. Ey Sirojiddin va uni atrofidagilari, sizlarni chetdagilar sotdi. Namoz normo'min qamatdi sizlarni. Aqlilar bo'lsa, yechib olasizlar tugun qayerdaligini. Yana bittasi ana u gemoroy. Gemoroyning hayoti o'ta achinarli hayot. O'ta achinarli. O'zidan necha yosh katta xotinlarni nikohiga olib, ularni tillasini o'g'irlab yurgan odam bu. Murojaatchi murojaat bilan kelsa, erim qamalib qoldi deb, men bilan ko'rishib yur degan odam bular. Shunaqa tabiatdagi odamlar bular. Bularning ustidan shunaqa ariza qilgan xotinlar bor. Ha to'g'ri, ularni u xotinni ham gapi to'g'rimi, noto'g'rimi alohida eslanish kerak, uni alohida tekshirish kerak. Lekin bu gemoroy o'sha mavzuda kelayotgan odamlar. Odamlarning murojaati uchun o'zi ochgan o'sha Antishashvaram degan profiliga 20 million pul to'lattiradi. Xolisman deb qo'yadi. O'sha gemoroy, ko'rdinglar, men gemoroyni hayotimda eslamaganman. Bir marta menga nima deyapti chiqib, bir marta indamadik, 2 marta indamadik deydi. Oy, so'tak. Bir marta indamagan, 2 marta indamagan, 5 marta indamagan abror bo'ladi sallarga. Sallar indamaganga tashlaydilaring. Ana u pedofil ham 132 bilan qamalgan pedofil. Onga banga. U ham meni yozyapti-da, bemalol onasini avratini yozyapti, bemalol. Onasini avratini yozyapti. Qizi bilan o'tirsa, qizi o'qisa, qizi aytadi dadasiga, shu onga bangaga. Dada, nimaga meni avratimni yozyapsiz? Desa bo'laveradigan narsa. Uyat yo'q, nomus yo'q. Ular osilyapti. Ko'rdinglarmi biror marta shularni gapirganimni? Otabek Jo'rayev, ko'rdinglarmi gapirganimni shuni?
Men indamay keldim. Men umumiy gapirganda bular bir to'da bo'lib turib, shoqol to'dasi bo'lib tashlanishdi menga. Gemoroy borib hal qilaman deb baqiruvdi. Kel desam nafas chiqib ketdi. Internetda hal qilamiz deyishga tushdi shekil. İnternetda ham hal qila olmaysan. Dayussan sen. Kel. Onamni haqorat qilyapti, endi provokatsiyaga o'tishdi. Esinglarda bo'lsa buni aytganman eski davrlarda, bu uslubni bilaman. Abror Stop degan guruh, yana qaytib aytaman, tuzishgan bular. O'sha guruhda shu fikrlar o'rtoqlashilgan. Menga qarshi yo'naltirilgan o'zlarini pechkalarini Jakuyt ibn Tezakka o'xshagan yana Diopio degan odamlarni shunaqa provokatsiya qilinglar, onasini haqorat qilinglar, kelib sizlarni ursa, ustidan yozamiz, qamatamiz. Bo'ldi, maydondan yo'qotamiz degan reja bo'lgan bularda. Meni onamni to'xtamay haqorat qilgan. Va baxt va baxtsizlik tushunchasi nima uchun kerak? Shu meni onamni haqorat qilsa, meni onam haqoratli ayol bo'lib qolarmi? Yo'q, onamni iffati turaveradi. Meni onamni haqorat qilgan odamlar sharmanda bo'ladi. Ular hisob-kitob berish kerak bo'ladi. Ular bo'yniga ko'p narsa olayotgan bo'ladi. Bu tushunchani bilganimiz uchun men bularning gaplarini e'tiborga olmaganman. Ular qurgan tuzoqqa tushmaganman. Bu mana u Gemoroy Talaganskiy talaydi-yu, qo'lga tushib qolgan fohisha xotinlarni ushlab olsa, talab mushuk ko'rsab chimdalaydi. Shunaqa sharafsiz. Bu ham shunaqa provokatsiyaga o'tdi. Onamni haqorat qilyapti. O'la, onangni haqorat qildi. Indamaysanmi deyish boshlandi atrofda. Yo'q, uni isbotlashim shart emas. Onamni haqorat qilgan odamni bilasizlar. Bu Qobul Do'stov degan Alkash masalasida ko'rgansizlar. Ana shu Dilnur Kamilovdan ham so'raylar. Onamni haqorat qilganim uchun mendan kalta yegan. 3 tasi kelib meni tepib ketdi degan, o'zidan yaxshilab so'rasanglar, ha, bitta o'zi kelib urdi meni deb aytib beradi. Urganman. Islom sivilizatsiyasi markazidan ishdan ketganman. Men onamni himoyasi uchun borib nakazat qiladigan o'rinda nakazat qilganman Dilnurni. Dilnur mendan kalta yegandan keyin o'ziga keltirib, hushdan ketgan u. O'ziga keltirib bo'ldimi deganman, ha, bo'ldi degan. Onangdan kerak bo'lsa uzr so'rayman degan. Men shu gapni xato gapirdim degan. Dilnur meni e'tiqodda tushunchamda g'irt teskari menga. Men shunaqa unga qarshiman. Lekin Dilnurda ba'zi tabiatida buzilmagan joylari bor. Dilnurning o'sha joyi buzilmagan. Qolgan joyi teskariga aylanib ketgan bo'lsa ham, o'sha joyi, haligi samimiy gapiradigan, to'g'rini to'g'ri deydigan joyi bor. Nima ish bo'lib o'tgan bo'lsa ham, ana shu to'g'ri joyini to'g'ri deganman men. Bular bu provokatsiyaga o'tdi. Bu talagan provokatsiyaga o'tyapti. Men aytayapmanki, mayli, sen u onani haqorat qilib nimagadir erishaman dema. Men emas, boshqa kimdir ham seni ko'chada yurganda ehtiyot bo'lgin. Tishingni sanab qo'ygin. Ehtiyot bo'lgin, kimdir seni majag'ingni chiqarib yuborishi mumkin. Do'stovni ham shunaqa qilishgan. Nechi marta yoqasidan olishgan, Abror Muxtor Aliga nimaga onasidan haqorat qilyapsan deb. Oxiri kelib uzrlarni so'rab, menga sovg'alarni olib kelib, mana shunaqa qilib yurgan u. Men aytganman, yo'q, meni nomimdan urmanglar. Kerak emas. Bu talaganga ham shu, chini sanab yur hali. Sen O'zbekistonda YouTube'dagi trollingni ko'rib, Abrorni hamma yomon ko'radi deb o'ylayapsanmi? Sen Abror Muxtor Ali bilan bir shahar aylanchi, seni qancha odam xalq yaxshi ko'radi-yu, Abror Muxtor Alini qancha xalq yaxshi ko'radi. Meni uchun jonini fido qiladigan millionlagan odam bor. Men uni talab qilmayman. Desam, endi men bokschiman debdi. Sakrashni qarang. O boshida gapirgan gapi bilan kelgan joyda qarang. O'rtada Hasan Suyunov degan bitta profil. Labbay. Labbay. Joy bo'shagan bitta sizga qo'yamiz. Mana.
Aleykümselam. Okuyun hadi çıkalım. Hasan Suyunov degan profil bor Facebookda. O'sha Hamis Sodiq mavzularini boshqasini qo'yib yurardi. Bir menga yozuvdi. Shular bilan suhbat uyushtirsam kelasizmi dedim. Ha, kelaman. Keyin ozgina o'tirgandan keyin qarshi taraf keyinroq deb surdi deb. Endi o'sha post qo'yibdi. Abram Muxtor Ali bilan boks qoidaga ko'ra boks uyushtiramiz deb. Onangni yo'qotib qo'ygur, Hasan Suyunov. Sanlar masxaravozmisanlar desa, masxaravozni ham biroz saviya bo'ladi. To'poy desa, to'poy xafa bo'ladi. Mol desa, molni haqorat qilgan bo'lamiz. Sanlar xohlagan tansangni, xohlagan ashulangni aytib o'ynatmoqchimisan? Sharafsizsanlar, dayussanlar. Nuqta. Qiziqligi mana shu Abdulloh Rahimov degani kamida 15 marta mana shu biz bilan birga yurgan guruhlarimiz bor. Biz alohida o'zimizni fan klub deydi-yu, o'tirib shunaqa guruhlar bor. O'sha yerda nimaga bunaqa qilyapsan desa, ha endi meni haqorat qildi deyapti ekan. Shaloq. Haqoratni san qilding. Dayuslarga qo'shilib olib, haromilar nima ish qilgan bo'lsa, o'sha haromilikni sanlar menga qildilaring. Men 1 indamadim, 2 indamadim, 15 indamadim, oxiri chiqib gapirdim. Nima uchun? Ibrat uchun. Ehtiyot bo'linglar. Oldingizda yurgan, do'stman deb yurgan odamlarni ham shoqollari bo'ladi. Undan tashqari Qobil Do'stov bilan meni oldimga 2 ta bola kelgan. Bittasining nomi esimda yo'q, ikkinchisining oti Abdulmalik. Abdulmalik degan bola, uzun soqoli bor edi, hozir soqolini olib tashlashibdi. Bu alkash, kayb, og'zidan aroni hidi kelib turgan Do'stov bilan birga meni uyimga kelgan. Do'stov bu ikkalasini olib kelgan meni uyimga. O'zi telefonda o'zim yakka boraman, qo'rqma deyapti menga. O'zim yakka boraman, urush bo'lmaydi, qo'rqma deyapti. O'zi qaltirab turibdi tizzalari. Sen kelavergin, sen urush bo'lmaydi degan gap qo'y, sen meni oldimga kelgin deyapman. Eshitgansizlar, yaqinda qo'ydi bolalar ham videolarni. Keyin ana 2 ta bolani olib kelgan. U 2 ta bola salafiy tushunchadagi bolalar. Imomlarni yomon ko'radi, o'zi Qur'ondan, sunnatdan olaveraman degan, o'zi shotdan tepib Samarqandgacha tepib borsangiz, og'zidan 2 ta alif tushmaydigan bola. O'ta saviyasiz, o'ta eshak tabiat, o'ta mashinaqangi bir to'poy tabiat bo'ladi. O'ta qo'rqoq bo'ladi keyin. Do'stov bilan kelgan uyimizga. Kelganda men Do'stovni urganman. O'ta ancha janjal bo'lgan, yotqizib olib rosa tepganman, ukaman bo'lgan. Ani ikkalasi unga yordam beryapti. Alkashga. Keyin to'polon bo'lib ketgan baqir-chaqir qo'shnimiz uchastkovoy ertalab soat bomdoddan keyin 7-8 bo'lsa, uchastkovoy ishga kelayotgan bo'lgan, bizni mahalla yonida turadi uchastkovoyga. Ular kelgan, xullas militsiyalar olib ketgan ularni. Olib ketganda ana shu Abdulmalik hozir o'zini profilida dadasini rasmlarini qo'yib, meni nomimni yozyapti ekan. Eshakka rasmini qo'yib, meni nomimni yozyapti ekan. Meni eshak desa, bular ya'ni go'yo menga ta'sir o'tkazamiz, buni tasavvur qiladi-da. Keyin ansha Abdulmalik yig'lagan menga. Bu o'g'il bolani ko'rganman o'shandan, ojizligini. Iltimos meni qutqarib qoling, iltimos meni asrab qoling qilgan. Men aytganman, sizlar nima aloqalar bor bunga? Shu alkash bilan yurasizlarmi? Bu alkashki bu. Islom deysizlar, Qur'on deysizlar, sunnat deysizlar, musulmonga qarshi, musulmonning onasini haqorat qilib, ichib olib kelgan bitta fosiqni tarafini olib kelyapsizlar. Uni bilmabmizda, domla, qoraka, biz bilmabmizda uni deb menga rosa til yog'lamachilik qilgan. Endi vaqt o'tdi, kun o'tdi, hozir endi shu yana o'sha eski haromi eshakligini davom ettiryapti. Bu odamlarni bizga qarshi ekanligi bizni xavotirga solmaydi. Demak, to'g'ri yo'ldamizki, shunaqa odamlar bizga qarshi bo'ladi. Bo'lish kerak. Bittasi aytdi menga.
ana Jasmin senga qarshi gapiryapti, hizbiy. Bitta hizbiy bor. Shvetsiyada qayerdadir yuradi. Ana Jasmin aytayapti-ku san haqingda, deyapti. Jasminni aytgan gapini shu hujjat deb keltirgan odam Jasminni sinfidan bo'ladi. Jasminni partiyasidan bo'ladi. Hizbut Tahrirlar ham to'poy boradi-da, aqli bor odam Hizbut Tahrirga kira olmaydi. Chunki aql to'sqinlik qiladi. Aqli o'ta to'qmoqlashib qolsa, keyin kirib ketadi. Jasminni hujjat qilib ko'rsatyapti. Jasmin menga qarshi bo'ladi-da. Meni maqtasinmi Jasmin? Ko'p joyda ko'rgansizlar, aytganman. Sardor bilan bo'lgan podkastda ham, gurungda ham Sardor aylantirib ham so'rayverdi, o'rgiltirib ham so'rayverdi, haqorat qilasiz, haqorat. Men haqorat qilmayman. Haqorat qilmayman. 15 taga javob berishim mumkin. Bitta. Men bergan javobdan keyin o'sha oila, o'sha odamlar umrbod o'nglanmaydi. Umrbod vasvasa bo'lib qoladi. Chunki bizni qilichimiz keskin. Biz kesib tashlagan joy qaytib o'sib chiqmaydi. O'shaning uchun o'ylab muomala qilaveringlar. Dushman bo'lsang, oshqida dushman bo'lib turavergin. Tuhmatga, bo'xtonga, shantajga, mantajga o'tib nimadir qilaman deb xomtama bo'lmalaring. Abrorni yo'qotish baxtimiz demalaring. U baxtlaring uzoqqa cho'zilmaydi. Xo'p. Hozir shu Abdulmalik deganni profilida kimlar qarang. Bobur Rasulov degan bitta sharafsiz bor. Ko'rishganman, bir necha bor ko'rishganmiz, televideniyada ko'rishganmiz, ko'rishib gaplashishim mumkin bo'lgan odam. Yo'q, bu ham hozir 20-marta men haqimda og'ziga kelganini gapiryapti. Bu ham haromi odam. Mana shu odam ham meni nazdimda haromi odam. 20 marta haqorat qilganga haromi ekanligini aytishga haqqim bor meni. Endi mana shu joyda ko'p odam aytadi, nasabi haqida gapiryapsiz. Yo'q. Haromi umumiy lug'atda nasabga ham tegishli, to'g'ri. Lekin haromi haromdan paydo bo'lib qolgan. Ham aytiladi. Ota-onasi harom yeb dunyoga keltirib qo'ygan. Uni ham haromi deyiladi. Nasabga tegishli emas. Ya'ni uni valati zino kategoriyasida emas, bu yerdagi haromi. Endi o'sha Abdulmalikni profilida yana xursand bo'lib izohlarni yozayotgan Goluboy Parvar Komil degan haromi. U ham haromi. Komil degan Shvetsiyada yurgan haromi bor. Goluboylarni yaxshi ko'radi. Shu goluboylarga yaxshi ko'rinish uchun Abrori ustidan ariza yozgan. Terpila quloq. Lahmach. Shular bitta guruh. Shular bitta guruh. Ana shu Abdulloh Rahimov degani ham shu guruhni fikrlarini qo'llab-quvvatlab yuribdi. Men bularni qayerda kasalga uchraganligini taxmin qilaman. Mubashshir domla bilan bo'lgan mavzularda bular kasallangan. Bular Mubashshir domla bilan meni o'rtamga sig'maydi. Bular qilanmas. Bizni Mubashshir domla bilan meni o'rtamga qil sig'maydi. Men Mubashshir domla bilan ba'zi fikrlarda muxolif bo'lishligimni Mubashshir domla bilan hal qilib olaman. Bular sig'maydi. Lekin shu joyda ular Mubashshir domla to'g'ri, Abror noto'g'ri, Abror to'g'ri, Mubashshir noto'g'ri deb aralashib bizni atrofimizda yurganlar bir-biri bilan jiqqanish bo'lib ketdi. Hozirgacha urushib yurganlar bor. O'shalarga nasihat. Bu mavzularni ko'tarmanglar. Sizlar sig'maysizlar bu mavzularga. Bu mavzularga sig'maysizlar. Men Mubashshir domlaning oilasiga yaqinman. Anvar Ahmad bilan juda yaqinman. Zakariyo bilan do'stman. Qori bilan. Ahmad Tursun dadalari Alloh rahmat qilsin. Meni kitoblarimni tahrir qilib berardi shu kishi. Meni birinchi kitoblarim Mubashshir domlaning fikr mediasida chiqqan. Birinchi. Mubashshir Ahmad domlaning dadalarining dadalari Muhammadjon opodda meni ulpatim bo'lgan. Rosa yaqin bo'lganmiz. O'rikzorda uylari bor edi. Meni olib ketib birga nonushta qilardik. Gaplashib o'tirardik. Haqqimga duo qilardilar. Ajoyib odam edi. O'shaning uchun
u mavzularda mana shu sasib qolgan Aziz Muqimga o'xshagan, Abdulla Rahimga o'xshagan bolalarga o'xshab qolmanglar. Yana o'zingizlar bilasizlar. Nasihat. Islomning siz bilan bizga qoldirgan merosi. Nasihat qilyapmiz. Olsanglar, baxt saodatinglarni ko'ringlar. Olmasanglar, o'zingizlar bilasizlar. Shu Aziz Muqimga o'xshab qolasizlar borib, shu Abdulla Rahimga o'xshab qolasizlar, borib shu asta-sekin aylanib Abdul Malikka o'xshab qolasizlar. Ana u haromilarga. Borib o'sha sizlarga endi sunnatullohning fikrlari yoqishni boshlaydi. Bu xatarli bu. Din sizniki emas deb qo'yibdi. Go'yo bular shariat haqida ba'zi mavzularni gapirsangiz, bular eshitmagan, bularning fikrlariga qarshi gaplar bo'lib qoladi-yu, shariatning gaplari. O'shanda nima deydi? Shariat seniki emas deb qo'yadi. Men meniki deyapmanmi shariatni? Kim shariat meniki desa kofir bo'ladi. Xotini taloq bo'ladi. Shariat seniki emas degan bu haqorat bu. Haqorat bu. Sizlar haqorat qilasanlarda javobini eshitsalaring uxlolmaysanlar. Tanlov o'zlaringda. Shu fikrlarni bildiray dedim. Juma xayrli bo'lsin. Do'stlar, bu Gulira'no Qosimova mavzusi hozir tugagan, taftish etapiga kelgan. Advokatlar uni beryapti shekilli, taftish ham bo'ladi. Undan tashqari Gulira'no Qosimova 10 milliard usherb undirish uchun avval ariza yozgandi sudga. E'tibor beringlar. Ziyoli odam, samimiy odam, tushunadigan tilda gapiraman. Gulira'no Qosimova 9 ta xodimni yoki qamalgan 2 ta xodimdan 10 milliard so'm miqdorida ma'naviy zarar undirishlik uchun ariza yozishgan. Arizada keltirilgan vaj, birinchi arizada keltirilgan vaj, meni ichki ishlar xodimlari urib, yechintirib, birinchi etajdan ikkinchi etajga olib chiqib, qornimga tepib, zino sahnasini yaratishib, meni majburlab zino qildi deb yozdirishga majbur qilishib, obro'yimizni to'kishdi. O'shuning uchun 10 milliard so'm undirasizlar, undirib beringlar deb yozgan edi. Sud bu narsalar isbot bo'lmaganligi uchun, isbot topilmaganligi uchun ular bu masalalarda, bu mavzularda ayblanmagan, bu mavzular bo'yicha ular oqlanganligi uchun arizani rad qilgan edi. Endi yana Gulira'no Qosimova va Qurbonali yangidan ariza yozibdi. Arizaning mavzusi o'zgargan. Nimaga o'zgargan? Arizaning mavzusi endi meni urdi yo'q, yechintirdi yo'q, zino sahnasini qildi yo'q. Unaqa narsa yo'q. Endi meni sharmanda bo'lishimga sababchi bo'ldi deb ariza yozibdi Gulira'no Qosimova. Ya'ni tan olyapti o'zi yechinganligini. To'g'ri, biz o'zimiz yechinganmiz. Endi o'sha yechinganimizda bizni bostirib kayfimizga xalaqit qilganligi uchun 10 milliard ta'bir joiz bo'lsa, men majoziy ma'noda deyapman. Kayfimizni buzganiga 10 milliard deyapti. Qurbonalini vajini qarang. Qurbonaliga men kamida 2 marta nasihat qildim. Menga foydasi yo'q, zarari ham yo'q. Qo'rqmayman ham ulardan, umidim ham yo'q bir narsa. Ta'mim ham yo'q men ulardan. Lekin musulmonga nasihati, 2 ta nasihatni olgani yo'q. Qurbonali davom etyapti. Qurbonali yozgan arizadagi vaj mana shu mavzular sababli otam dunyodan o'tdi. Otam dunyodan o'tganligi uchun 10 milliard pul undirasizlar deyapti. Otasini o'ligini vaj qilib keltirib 10 milliard so'm pul so'rayapti. Mana odamlarning ahvoli. Mana kimlarni tarafini olib yurgan dayuslarni kimligi. Mana ahvol. Men nima degandim? Do'stlar, soxta qahramonlar ko'p. Biz haqiqiy qahramonlarni fosh qilishimiz, ya'ni odamlarga tanitishimiz, soxta qahramonlardan tarixni tozalashimiz kerak.
Najib Fozilning zo'r to'rtligi bor. Zimmamizda qolgan burch eng qadim zamonlardan tarixni tozalamoq soxta qahramonlardan degan. Soxta qahramonlar bor. Bloger sferada bor. Ziyoliman degan sferada bor. Insof qolmadi, insof. Hamma dard bola chaqa. Bizda eng katta johil, eng ziyoli tabaqa. Ziyoliman deydi, kostyum shim kiyib olgan, galstuk taqib olgan, lekin g'irt johil. Biz shularni fosh qilish bilan shug'ullanib qoldik endi. Bizning mavzuyimiz shu bo'lib qoldi, nima qilaylik? Foydali bo'layotgan bo'lsa, Allohga hamd ayting, foydalaning. Agar xato qilgan bo'lsak, samimiy ayting, qabul qilmagan nomard. To'n kiydiraman xatoyimni menga isloh qilgan odamga. To'n. Mana aytganman oldin ham. Shaxsan 2-3 ta odamga tayinlab qo'yganman. Shaxsan muftiy janoblariga ham do'st bo'lganmiz biz. Tayinlaganman. Sizning haqqingiz bor. Yarim chiziq qayerda xatoyimni ko'rsangiz, to'g'ri aytasiz menga. Aytmasangiz qiyomatda yoqangizga yopishaman deganman. Aytganlarmi? Aytgan joylari bor. Isloh qilganmisiz? Isloh qilib, uzr so'raydigan joyda uzr so'rab to'xtatganman. Hasanxon yaqin do'stim. Ayubxon aka yaqin do'stim. Ismoilxon yaqin do'stim. Bular menga nasihat qila oladi. Kecha bir joyda bir professor bilan o'tirib qoldik. Islom ilmlari bo'yicha usturshoniylar mavzusini ko'targan mashhur bir olim do'stimiz bor. Shu kishi aytadi. O'tirib samimiy gaplashyapmiz-da. Domla deydi, sizga men e'tibor beraman deydi. Birorta ahli ilm aytayotgan gapingizga raddiya bildirmaydi. Nimaga deydi? Men aytayapmanki, yo'q, xato bo'lsa raddiya bildirish kerak. Xato emas deydi. Aytayotgan gaplaringiz ilmiy doirada xato emaski, ulamolar raddiya bildirayotgani yo'q. Nima uchun faqatgina shunaqangi talaganlar, shunaqangi gemoroylar, LGBTlar, hezalaklar, dayuslar raddiya bildiradi? Chunki ularni g'ashiga tegadi to'g'ri gaplar. Kim aytdimki ularga, o'sha kishiga, haq ekanimizni taftish qilishimiz kerak. Haq ekanimizni bilganimizdan keyin chekinmasligimiz kerak. Bilmaganlar bilganlarga ergashish kerak. Bilganlar bilmaganlarni boshlash kerak. Bu masala ijtimoiy masala. Bu joyda hech kim bir narsani bilgan bo'lsa liderman degan da'voni qilayotgani yo'q. Mas'uliyat balki. Kerak bo'lsa oling shu liderlikni. Sizga kerak bo'lsa, menga kerak emas. Kerak bo'lsa oling shu obro'ni. Menga kerak emas. Menga kerak emas. Kirgan joyimda ovqatimni yesam, pulimni to'lab chiqib ketaman men. Kiyimimni olsam, pulimni to'lab chiqib ketaman. Yaqinda bir yaxshi sifatli do'konga bir do'stim aytdi, bordim, kiyindim. Yaxshigina, go'zal kiyimlari, men kiyimni sifatli kiyishga yoqtiraman o'zim. Yaxshi sifatli. Oldim, endi skidka qilib bersa, olaman deb qancha desam olmayapti pulni. Xijolat qilmang unaqa, pulim bor. Yo'q deydi. Kuyovring deydi. Menga mana shu narsalar xijolatlik qiladi. Do'stim endi rosa yaqin do'stim, xudo uchun do'st, ajoyib do'stim, lekin buni xijolat qilaman men. Menga mana shu narsa, ya'ni andisham o'ttiradi. Lekin o'sha do'stim ham xato qilsa, xatosini yuzga aytaman. Aytishim kerak. Mas'uliyat bu. Shuning uchun mavzularni umumiy xulosasi do'stlar, baxt siz bilan biz o'ylagan nisbiy tushunchadan ko'ra yuqoriroq turadi. Odamlarning sizni hammasi maqtashligi baxt emas. Hamma sizni haqorat qilishligi badbaxtlik emas. Sizni Allohga iymon keltirganingizga 40 ta Allohga shirk keltirmagan mo'min guvohlik bersa, shu kifoya. 40 ta odam janozangizda Allohni yakka degan 40 ta odam janozangizda bu odam mo'min edi deb guvohlik bersa, shafaat bo'ladi.
Shu yetadi shu. Men uchun zarur emas. Do'stman degan dambadam. Yetar tobutim uchun 4 ta iymonli odam. 4 tomondan ko'tarib olib borib ko'mib ketishsa bo'ldi. Alloh rahmat qilsin deb eslab qo'yishsa bo'ldi. Dunyoda bo'lsa haqni haq, botilni botil deymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.